Assalomu alaykum. Mana hozir biz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Rivoj MFIdagi 483-sonli kontrga keldik. Bu yerda kontrimizga sarimsoq piyoz ekilgan. Maydon hajmi 10 gektarni tashkil qiladi. Bu yerda ekinlarini yetishtirishimiz 280 kun, 290 kun davom etadi. Hozirda hosilimiz deyarli tayyor holatga kelib qolgan. Bu yerdagi bir kontr loyihamizda 10 gektar yer 67 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. 67 ta fuqaroga tegishli bu yerda bo'lib berilgan. Har biri uchun o'rtacha 15 sotikdan ilk ekin 10 sotik, 20 sotikli yerlari ham borlari bor. Bu yerga kontrimizga lider tadbirkor bo'lgan, Neveligant degan tadbirkor bo'lgan. Bu loyiha bo'yicha har bir gektaridan 10 tonnadan sarimsoq piyoz olish rejalashtirilgan. Jami 10 gektar yerimizdan 100 tonna hosil olishni kutyapmiz. Bu yerda mana yaxshi faoliyat yuritib hozir dehqonlar ishlayapti. Mana ishlashyapti. Mana ish tashkil qilingan. Bu yerda endi daromadi har bir dehqondan taxminan 29 million 30 million daromad kutishyapti, xudo xolasa. Hammasi yaxshi. Ekinlar deyarli tayyor holatda.